بسم الله الرحمن الرحيم. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. يا أيها المدثر Ey vahiy nazil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'nkilib olg'uchi payg'ambar. قم فأنذر Tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. وربك فكبر Rabbingni ulug'la, وثيابك فطهر kiyimingni pok tut. والرجز فاهجر Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. ولا تمنن تستكثر Ko'p elish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa elishni tama qilma. ولربك فاصبر Rabbingning roziligi uchun qavmingdan yetgan arziyatga sabr qil. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير Sur chilingan vaqt o kun qiyin kundir. على الكافرين غير يسير Kafirlarga oson emasdir. ذرني ومن خلقت وحيدا Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Men tenha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani menga qo'yib. وجعلت له مالا ممدودا Onunğa nurg'un mol berdim. وبنين شهودا Onunğa ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. ومهدت له تمهيدا Onun obro'yini o'stirdim. ثم يطمع أن أزيد Ondan u yana ko'p berishimni tama qiladi. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. سأرهقه صعودا Uningga qattiq azobimni tetitaman. إنه فكر وقدر U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'hton qilishni planladi. فقتل كيف قدر La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? ثم قتل كيف قدر Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi? ثم نظر Ondan u qaridi. ثم عبس وبسر Ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. ثم أدبر واستكبر Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Bu kalamullah emas, faqat o'ginilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir, dedi. سأصليه سقر Uni men saqarga, ya'ni davza qisalaman. وما أدراك ما سقر Saqarining nimaligini qandoq bilalaysan? لا تبقي ولا تذر U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. لواحة للبشر U cho'ngliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turdi. عليها 19 Uningga 19 farishta muakkaldir. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Biz davzax muakkillerini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik.
Taki ehli kitap özlerinin samavi kitaplarındaki bu sanını görüp Kur'an'ın hak ekanligiga iman etqay, mu'minlarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarlarining Tavrat, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganligidan iymoni kuchaygay. Ahli kitob va mu'minlar buningdan shaklanmaydi. Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlar, kafirlar bu misoldan Allah nimani iroda qiladi deydi. Allah mushundaq xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Rabbingning qo'shunini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. Bu ya'ni Allah bayon qilgan davzax faqat insonlar uchun va'z nasihatdir. Kalla wal qamar. Yo'q, ya'ni u masxara qilguvchilar qabih qilmishidan yonsin. Oy bilan qasamki, Wal layli iz adbar. o'tib ketgan kecha bilan qasamki, Was subhi idha asfar. yo'rg'an subhi bilan qasamki, Innaha la ihdal kubar. shubhisizki davzax balolardan biridir. Uni qandoqmi masxara qilsizlar va uningga chin tutmaysizlar. Nadhiran lil bashar. U insonlarni ogohlantiruvchidir. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki davzaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Her insan qilmishlari tufaylidan davzaxda mahbusdir. İlla ashabal yamin. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mu'minlar buningdan mustasno. Fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni davzaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Qalu lam naku minal musallin. Ular javoban aytadi: biz namoz o'qimadik, Wa lam naku nut'imul miskin. miskinlarga taom bermadik, Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. biz behuda so'z qilguvchilar bilan billa behuda so'z qilatdik. Wa kunna nukazzibu biyawmiddin. Qiyomat kunini inkor qilatdik. Hatta atana al-yaqin. Taki biz o'lgicha shunday qildik. Fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Shafaat qilguvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allah'ın azabidan qutqizdigan shafaatchi bo'lmaydi. Ularga bütün ahli zimin shafaat qilgan taqdirdimi, ularning shafaati qabul qilinmaydi. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Go'yo ular yo'lbosdan qochgan yovvoyi eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rganda uningdan xuddi yo'lbosni ko'rib qochgan yovvoyi eshaklardek qochidi. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Belki ulardan her kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishini xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan kitobidek kitob nozil qilinishini tama qiladi. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Yo'q, ya'ni ular mundaq tamadin yonsin. Balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. Kalla innahu tadhkirah. Yo'q, muqarrarki u ya'ni Qur'on va'zi nasihatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning va'zi nasihat elishiga yetarlikdir. Faman sha'a dhakarah. Xohlagan odam uningdan va'zi nasihat oladi. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ular faqat Allah xolisa ondan va'zi nasihat oladi. Allah
bendilleri qorqishga tegishlik zatdir. Bendillarini mag'firat qilishga loyiq zatdir.